Yer qanday shaklda? Uchburchak, to'rtburchak, dumaloq yoki tekis. Balki uni fillar, toshbaqalar, ho'kizlar ko'tarib turar. Yo'q, bularning hech biri emas. To'xtang. Axir yer dumaloq-ku deyishingiz mumkin. Aslida yer dumaloq ham emas. Yo'q, tuyaqush tuxumi shaklida. Bunga Qur'oni Karimda aniq bayon keltirilgan. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا Va undan so'ng yerni tuxum shaklida qildi. Daha fe'lining o'zaga bo'lmish dahvdan olingan al-matha so'zi tuyaqush tuxumi turgan joy ma'nosini bildiradi. Hozirgi kunda ko'p olimlar dahv so'zini tuyaqush tuxumiga o'xshagan narsa ma'nolarini bildiruvchi so'z ekanini aytmoqdalar. Gapimizning isboti sifatida ayta olamizki, bugungi kundagi fazoni o'rganuvchi eng katta tashkilotlardan biri bo'lmish NASA ham yerning dumaloq emas, balki biroz cho'zinchoqroq, ya'ni ellips shaklida ekanini aytgan. Bundan 14 asr oldin Arabiston yarimorolida observatoriyalar, astronomik kuzatish stansiyalari bo'lmagan. Shunday sharoitda Qur'oni Karimda yerning shakli, holati haqida aniq ilmiy ma'lumotlarning berilishi Qur'oni Karim Alloh taoloning haq kalomi ekaniga yana bir aniq dalildir.